Salomatmisizlar, hurmatli o'quvchilar, qandaqsizlar, yaxshimi? O'zi dars boshlanmay o'zi kiryapsizlar, yaxshi. Men yaxshi, shukri. Bugungi 1-may bayraminglar muborak bo'lsin. Bayram qiymatli dars o'qiganga apirin sizlarga. Endi vaqtda boshlaylik. Bugun biz tamg'illar har turli ratsional sonlarni qo'shishni o'rganamiz. Va aslida sizlar o'zi o'tib bo'ldinglar, biz endi qaytalayapmiz ham o'sha mavzularni. Endi biz koordinatlik tuzning bo'yida har qanday sonlarni qo'shib elishni o'rgangandik. Ya'ni bir esinglarga kelib ketay, masalan, 1, 2 deb -2 degan sonni olaylik. Shu vaqtida agar -2 soniga ijobiy 5 ni qo'shamiz desak, bu vaqtida biz nima qilardik bolalar? O'ng tarafga 5 birlikka silji tortdik, durustmi? Shu vaqtida maydan 1, 2, 3, 4, 5 deb naq mayga kelatdik. -2 qo'shilgan 5. Shu vaqtida bizda chiqadi 0, 1, 2, 3 deb chiqadi. Endi shuni -2 ga masalan qo'shaylik 1 ni. Bu vaqtida nima ko'ramiz? Biz maydan 1 lik qadam bossak, -1 degan son kelib qolamiz, ko'rdinglarmi? Buni nima bildirdi? Bu bizda har xil tamg'ilari har turli bo'lgan sonlarni qo'shganda songa bog'liq inogda ijobiy son chiqadi, inogda salbiy chiqadi. Shuning uchun qachon ijobiy, qachon salbiy chiqadi deganni durust chiqarish uchun biz bundaq bir qoidani kirgizamiz. Tamg'ilari har turli kichik son, ratsional sonni qo'shish uchun biz nima qaraymiz beshida? Qaysi son cho'ng, moduli qaysi sonning moduli cho'ng bo'lsa, shu moduli cho'ng sondan moduli kichik sonni azaytib, shu cho'ng chiqqan natijada oldiga shu moduli qaysi sonning moduli eng cho'ng bo'lsa, shuni belgisini qo'yamiz. В общем, mayda -2 bilan 5 ni bundoq отдельно -2 ni moduliga elib, 5 ni moduliga elib selishsak, albatta 5 2dan chiqdi. Biz 5 dan 2 ni azaytimiz bo'ldi 3 va mush cho'ng sonning belgisi plus bo'lganki, biz nega nima qilamiz? Plus belgisini qo'yamiz. Ikkinchi misolda bo'lsa, -2 ni moduliga olganda u 1 dan chiq, shuning uchun biz 2 dan 1 ni azaytimiz bo'ldi 1 va mush cho'ng sonning oldida belgisi minus bo'lg'achqa biz javobida minus qo'yamiz. Qanamsa boshlaylik. Nomer 427 ning birinchisi. Berilgan sonlarni qo'shinglar deydi. 5da qaraymiz. 3dan 2 va 10,3dan 1 qaysi sonning moduli chiqsa, albatta -12 chiq. Inogda uni bunday yozdi. Hisobni yozib bo'lgandan keyin minus belgisini tirnoq teshig'i chiqarib olib, 10,3dan 1dan olamiz 3dan 2 ni. Shu chog'da bo'ldi minus turib tutsin. Maxrajlari o'xshaydi, 3 3, biroq 1dan 3 ni olmaymiz. Shuning uchun 10,dan 1,ni yevasak 9,. qoldi. Endi maxraji qanday son bo'lsa, shunday sonni suratiga yozamiz. Qarang, shu bolalar 10 deganimiz. 3 ni 3 ga bo'lsak 1, 1 ga 9 ni qo'shsak, buni 10 o'zi chiqdi. Plus 1 elingan 2 ni ko'chirib yozamiz. Bo'ldi -9,. Mayli 4 chiqdi. 4 dan 2 ni yozsanglar, 2 shu vaqtida bo'ldi -9,3dan 2. Uchinchi hisobda vasha plus minuslar bundaq qilib qaranglar. Sizlar men o'tgan darsimizda minus degan qarz dedik, durustmi? Sizlar qarz bo'laversangiz, sizlarning qarzinglar to'liq o'sidi. То есть ikki sonning belgilari o'xshash minus bo'lsa, ular qo'shildi, biroq minus tamg'i saqlanib qoldi. Mayli bo'lsa, sizlarning bir soninglar plus, bir soninglar minus bo'lsa, sizlarda qarz bo'lgan, shu qarzning bir какой-то bo'lігini beryaptinglar, shu vaqtda sizlarning qarzinglar aziydi, durustmi? Shuning uchun aziydi degandan keyin biz nima qilamizki, cho'ng sondan kichik sonni elib, cho'ng sonning belgisini qo'yamiz. Qarzinglar jiqaroq bo'lib, ozroq to'lab tursanglar, qarz o'sha qarz qilib turdi, mana birinchi hisobdagidek. Ikinchisini ko'raylik. 5 dan 3 plus minus 1,6dan 5. Bu yerda minus 1,6dan 5 ni moduliga olganda u birinchi qo'shilg'ichidan jiqaroq, shuning uchun minusni tirnoq teshig'i chiqarib olib, 1,6dan 5dan azaytimiz 5dan 3 ni. Bo'ldi minus 1 turib tutsin. Endi 6 bilan 5
öz ara addi sanlar dedik. Bularning общий bölündiğen sanı yok. Şunun için 6'nı 5 köpeytip etsanglar 30, 30'nu 6'ga bölsanglar 5, 5'ga bölsanglar 6, çıkıdı 25, ilingan 18. Bu bolsa minus 1 бүтін 30'dan, endi 25'den 18'ni etsanglar 7 kaldı. 30'dan 7 qisqarmagankin muşta qilib qaldı. 5-inchisi, bu yerda endi daxil qarab, voy munusan cho'ng, munusan kichik delamaymiz. Shuning uchun bir podkaska qilib olaylik mega. Har qanday sonlarni, kasrlarni qaysi cho'ng, qaysi kichik tepish uchun biz просто umumiy maxrajni keltiryapmizda, mega 7 ko'paytamiz, mega buni 5 ni mayga ko'paytamiz. Shu vaqtda 28, buni bo'lsa 10. Конечно, 28 10'dan jiq. Shuning uchun aştaq qo'yamiz ekanmiz. Nima deb yozamiz? 5'dan 4'dan almız, 7'dan 2'ni. Bular 6 bilan 5 o'xshash öz ara addiy sonlar, bular вообще addiy sonlar. Shu vaqtda 35 keldi. Mega 7 tushib, mega 5 kelsa 28, 28'ni 10 ni etsanglar qoldi 18. 18 bilan 35 qisqarmaydi. Причем qaranglar, cho'ng sonning belgisi plus bo'lgan ekan, bu axirgi hisobda ijobiy 35'dan 18 chiqdi. Nomer 429, birinchisi. Endi bu yerda o'nliq kasrlarni berilgan. Bu yerda qaraymiz. Modulga olsak 53,24, albatta 12,64 dan jiq. Shuning uchun men buni bu yerda bunday chiqardim. 53,24 ilingan 12,64. O'nliq kasrlarni olganda pesh-peshni ostida turish kerak, unutmaymiz. 5-sinfni alaylik. 0 qoldi-ki, 12'dan 6'ni olsanglar 6, 1 qolgan ivagan 12, 2'dan 2'ni etsanglar 0, 5'ni 1'ni olsak 4. Shu vaqtda bo'ldi 40,6 ijobiy 40,6. Uchinchi hisobda bu yerda 43, 54, 33,4'dan jiq bo'lg'ashqa biz 43,54'dan azaytimiz 33,4'ni. 0, 5, 0, 1. 5 ni qoldi. Shu vaqtda bo'ldi 10,5. Bu oxirgi nollar просто yozilmaydi. Ketdik 435 ga. 435'te berilgan ifodaning ma'nosini tepinglar deydi. Birinchisini ko'raylik. Bu yerda qarasanglar, aralash kasr bilan, oddiy kasr bilan o'nliq kasr berilgan ekan. Сразу давайте 12'dan 7'ni o'nliq kasrga aylantirmaymiz, sababi 12'ni qandaqdir bir son ko'paytsak 10 yoki 100 yoki 1000 chiqmaydi. Bu yerda periodlik bo'lib ketadi-da. Shuning uchun 0,35 ni minus unutmaymiz. Albatta 100'dan 35 deb tutsizlar o'yinlarda, конечно. Keyin 100 bilan 35 qisqaraydi 5 ga desanglar, 100 ni 5 ga bo'lsanglar 20 dan 7 qoldi. Selishtirib yetaylik. Mayli 5 ni 20 ko'paytsanglar 100, 12 ni 7 ga ko'paytsanglar qancha? 70, 84. Получается, birinchi son jiqaroq bo'lgankin biz cho'ng sondan kichik son deb cho'ng sonning belgisini qo'yaveramiz ekan. Vaqtida umumiy maxrajni topaylik. O'tgan darsda yaxshi ko'rsatmagan. Unutib qolgan bo'lsanglar bir qarab yetinglar. Ham 12 ham 20 ikkalisining eng cho'ng umumiy bo'lguvchisi 4. Men 4 yerda 3 mayda bo'lsa 4 yerda 5. Tak, 4 bilan ketsa 12 ni 5 ko'paytsak 60, demak umumiy maxrajisi 60. No, ili 20 ni 3 ga ko'paytsanglar shu 60. 60 ni 12 ga bo'lsak, buni yetmaydigan 5 may keldi-da. 60 ni 20 ga bo'lsak, buni 3 mayga tushdi. 5 yerda 5 25, 7 yerda 3 21, ivetsanglar ijobiy 60 dan 4. Yani 4 ga qisqartib etsak 15 dan 1 bo'ldi ekan. Birinchisi bitdi. Uchinchi hisobni ko'raylik. Uchinchi hisob tushunayotgan misol plus 5 ni unutib qolmanglar. Minus 21 dan 4 qo'shilgan 14 dan 3. Tak, bu yerda qaysidan cho'ng? Onun uchun 4 ni 14 ga ko'paytsak 56 bo'ldi ekan.
21'ni 3'ke köpeytsek 63. 63 56'dan jıq bolgandan biz meyli qoşulğuçlarning prosta o'rin almashtirib etayli. 14'den 3 elingan 21'den 4. Məxrəcini tapaylı. Her ikisi bölündü 7'ge. 7'ye 2 meyli bolsa 7'ye 3. Tak, 7'le oxşaganken 14'ni 3'ke köpeytsek 42. Demek məxrəcisi 42 boldu ekan. 42'ni yazıp alaylı. Как обычно, bunu 3 buyaqqa keldi. Bunu 2 mayaqqa kelsa boldu 9. 9'dan 8'ni etsanglar 1. Cevabı boldu ijobiy 42'den 1. 5'incisini yazayım. 4,9'dan 5 plus minus 4,15'den 4. Endi M'de 5'ni 15'ke köpeytsanglar 75, 9'ni 4'ke köpeytsanglar 36. 75 36'nı jıq bolgandan значит birinci qoşulğuçu, ikincisini jıq. Sразу plus minus minus dep yazıplar. 4,9'dan 5 elingan 4,15'den 4 deymiz. Aralaş kəsrlərini qoşub alğanda natoğrağı kəsrə aylandırışның haceti yox. Sразу bütün sandan bütün sanını almaz. Unutmaylı şunu. Жоқта da 4'ten 4'ni etsənglər boldu. Bütün san ketdi, qamıdı. Endi 9 bilan 15'ning məxrəcisi hər ikisi qandaq sanğa bölünüdikən bu yerdə 3. 3 yerdə 3, 3 yerdə 5. Ketdi 3'lər. Ben hazırca yazıp durma, keyin sizler oyda tutuşuna gerek. Tak, 9'nu 3'ke bölesek 3 kaldı. 3'nü 15'ke köpetsek 45 dep çapsallı umumi məxrəcini tip alsılar. 45'ni endi 9'ga bölgende bunu yetmeydiğen 5 keldi. M keldi 3, şu vaxtda da 25. Elingan 12. 25'ni 12'ni etsanglar 45'ten 13. Bu qısqamaydı, demek cevabı plus 45'ten 13. Nomer 441. Belgen sanlarının qaysı minus 6,2 qoşulğan x təڭ minus 2,8'nin tomiri boldu deydi. Her qandaq təңlimini çıxırış üçün biz x'ni soň tərəfdə qoyub sanlarını oң tərəfə jığıb etmiz. Şu vaxtda minus 2,8'ge qoşumuz 6,2'ni. O bolsun boldu. Çoğ san modülü çoğ degen 6,2. Şu vaxtda 6,2'den azaytımız 2,8'ni. Şu vaxtda ijobiy 12'den 8'ni etsək peşmeydi oyda tutup duray. 12'den 8'ni etsək 4. 5'den 2'ni etsək 3. 3,4 degen mana bunu boldu ekan. Nomer 443'te m qoşulğan n ifadenin qoşulmasını tipini agar m minus 5,10'dan 4 ve n 2 bolsa. Bu yerda modülde alğanda minus 5,10'dan 4 ijobiy bo'lib jıq bo'lib ketadi. Şu vaxtda biz minusni tırnaq teshig'i chiqarib elib, cho'ng sandan kichik sanni yeb, cho'ng sanning belgisini qo'ymiz degan ishlatamiz. Şu vaxtda 5,10'dan 4'dan azaytimiz 2'ni boldu minus 3,10'dan 4. Nomer 447'de qo'shuvdan va kasrlan deydi. Bu yerda yanıla minus 2, конечно, 3'ten az. Şunun üçün 3,15'dan 1 azaytımız 2,6'dan 1'ni. Sразу 3'ten 2'ni etsək 1,5. 15 ile 6 her ikisi 3'ke bölündü dedik durusma. 15'ni 3'ke böletsek 5, 5'ni 6'ke köpeytsek 30. Məxrəc sразу 30. 15'ke bölsənglər 2, 6'ke bölsənglər 5. Qaldı 2 elingan 5. Yani bir особый случай. 2'nin 5'ni, конечно, 1 bolmagan bolsa, 2'nin 5'ni alğanda minus 3 dep yazatdıq. Biroq 1,5 bolğandan keyin звонок drup qilib, məşədə 1,5'ni kəsrinin sürütüge almız. Məxrəci qandaq san bolsa, şundaq sanını yazmızdan. 30'ni 30'ga bölsək 1. Plus 2 elingan 5'ni köçürüp yazmızda qaldı 30'dan. Demek 32'den 5'ni etsənglər, ötə 30'dan almız 3'ni boldu 27. 3'ke qısqartıb etsənglər, məgəz qoyacaq. 10'dan
9. 10'lık kelsa kerak bo'lsa 0,9 deb yozib qo'ysizlar. Endi hisob kitobini qaraylik, nomer 453. Tak, berilgan o'qib beray. Ikki ming to'rtinchi yili paxta parvish qildigan etizliq maydoni 223,7 ming gektar bo'lgan deydi. Uningdan keyingi yillardan boshlab 223,7 qo'shilgan x ming gektarni tashkil qildi. Agar x masalan birinchini ko'rsatib qo'yay, prosta agar x minus 19,5 bo'lsa, u chog'da paxta o'stiradigan etizliq maydoni qancha ming gektarni tashkil qilgan deydi. Prosta x ning o'rniga bunisini yozamiz. 223,7 qo'shilgan minus 19,5. Plus minus degan minus keldi, shu vaqtda cho'ng sondan kichik sonni yangi olamiz. 5 ni asti qalsa 7 dan 5 ni yozamiz. 2. 3 dan alamaymiz. 13 dan 9 ni alsanglar 4. Bir qaldimi? 1 dan 1 ni yozsak 0, qoldi 204. Mana shunchalik 1000 gektar bo'ldi ekan. Endi nomer 457 ni ko'raylik. Bu takrorlash uchun berilgan hisoblar. Katerning xas ildamligi 15,2 km/soatga. Katerning ildamligi 15,2 km/soatga. Daryo iqimining ildamligi 2,7 km/soat bo'lsa, masalan, u chog'da katerning daryo iqimi bo'yicha ildamligini tepinglar. O'pinglar, agar kater daryo bo'yi bilan mangsa, o vaqtda biz buni ildamliqlarni bir-birsiga qo'shib etamiz. U bo'ldi 15,2 qo'shilgan 2,7. 15 kichkini qo'shsang 17,9 chiqadi ekan km/soatga. Agar daryo iqimi qarshi o'zgan bo'lsa, u vaqtda biz 15,2 dan evitatdi 2,7 da so'rmadi prosta deb qo'yay. U chog'da nima bo'ldi ekan? 12 dan 7 ni evatsak bo'ldi 5. 14 qoldi. 14 dan 2 ni evatsanglar 12,. Bir qatim bizga suv yordam qildi, ikkinchi qatim qarshi bo'lganda naborot общий ildamligimiz aziyib ketdi. Oxirgi nomer 460 ni qarab o'taylik. Nomer 460. Bu yerda deydi. 30% 40 teng sonni tepinglar deydi. 30% 40 teng bo'lsa, sonning o'zini tepib kechirishlar 40 teng bo'lsa, sonning o'zi deganda 100% ni tepishimiz kerak. Mustaqilman juda o'ng'ay. Birinda proporsiya qarashtirib x ni tepish, причем protsent har qachon to'g'ri proporsional miqdor bo'ldi va x ni tepish uchun biz bunda qarama-qarshi ko'paytamiz kreshtika. 40 ni ko'paytamiz 100 ga, bo'lib etamiz 30 ga. 0 bilan 0 ni qisqartib etsak, qoldi 400 bo'lingan 3. 400 ni 3 ga rovna bo'linmagan kim daq bo'lib etaylik. 3, 10 ni 3 ga bo'lsanglar 3, 9, yana 10 ni 3 ga bo'lsanglar 9. 3 9 qoldi 1. Şuxta bo'ldi 133,3dan 10 dan emas 3 dan 1. Bo'ldi, bugungi bu darsimiz oyoqlashdi. Agar tushunmagan yerlar bo'lsa, обязательно yozib qo'yinglar kommentariyaga. Dars yoqqan bo'lsa, like etishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.